PUBG Mobile reaksiyangizni oshirish uchun eng zo'r top 3 ta WoW kartalar. Ayniqsa 3-sini o'ynaganingizdan keyin reaksiyangiz xuddi Yakuzaniki bo'lib qoladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar sizlar uchun sovg'am bor. Birinchisi, bu WoW kartada mana shu yerga kelib turib reaksiyangizni oshirsangiz ham bo'ladi, yoki-da zajim qilayotgandagi reaksiyangizni ham yaxshilab olsangiz bo'ladi. Ikkinchisi, bu WoW kartada siz ko'proq close fightingizni oshirasiz. Lekin bu yerda odamlar tez tirilgani uchun sizga reaksiya ham katta rol o'ynaydi. Uchinchisi, to'xtang, 3-WoW kartani aytishimdan oldin menga obuna bo'lishni unutmang, chunki fevral oyigacha 5000 ta bo'lishimiz kerak. Uchinchi WoW kartada siz juda ham ko'p ishlar qilishingiz mumkin. Bu yerga kelib reaksiyangizni kuchaytirishingiz mumkin. Bu yerga kelib pikaningizni kuchaytirishingiz mumkin. Hattoki neger do'stingiz bilan birga ham ochishingiz mumkin. Aytgancha o'sha neger do'stingiz o'zini ham atmakka qilib keting. Bu yerga kelib bo'lsa video olishingiz mumkin. Endi bo'lsa videoni boshlaymiz, sovg'aga qaytamiz.